Navbatdagi dastavkamizdan Farg'ona viloyatiga tayyorlab qo'yganmiz Lamborghini Revolto mashinamiz bo'ladi. Dizellarga o'zingizga baho berib qo'yasizlar. Ish ochilishlariga ham bitta alohida 1 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Like bilan podpiskani ayamaysizlar. Ularga haqiqiy mashina kraskasi sepilgan bo'ladi. Nomer prava, texpasport bandilar bilan tayyorlab qo'yganmiz. Ballonlar najmli покрышка kamerali bo'ladi. Kalotka rotorli tormozning sistemasi bo'ladi. Mashinamizning sidinalar qo'shimli bo'ladi. O'zining komplektatsiyasida zaryadka устройствоsi chiqadi. Salon ko'rinishi mashinamizning. Bu mashinamizning 5-6 yoshdan tepa bolalarga tavsiya qilamiz. Sababi bu mashinamizda pult upravleniyasi chiqmaydi. O'zining ichida kluchi, bundan tashqari, ya'ni dokumentlari bo'ladi. Monitorlar sensorli bo'ladi. Kalt zajigani zavod bo'ladi. 3 qurs ko'rish rejimi bo'ladi. Bog'lanma samosiyasini haydayotganda pedal, ya'ni gaz pedallari, tormoz pedallari, ya'ni undan tashqari yana rushnoylarigacha bo'ladi. Rushnoylarni bemalol ko'tarish ishlatishingiz bo'ladi. Bu mashinamiz 24 voltda harakatlanadi. Eng katta motorchilik bo'ladi. Bunda bitinol motori bo'ladi. Mashinamizning yon tomondan ko'rinishi, orqa tomondan ko'rinishi, old farlar LED-dan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul.